Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, agrotexnika ishqibozlari. Hozirda eng ko'p so'raladigan narsa, ya'ni salarkali nasozlarimiz. Salarkali nasozlarimizning ikki xil varianti bor va to'klilar bor. Hammasini video obzorini qilib beraman. Ko'rishlar mumkin. Eng birinchida, ya'ni zo'rlaridan boshlaymiz. Garantiyalilari hammasidan. Kardanli 150 talik ko'pchilik so'raydigan ramalarigacha bor, tayyor holatda, ya'ni balonlarigacha bor. Mana ko'rishlar mumkin. Bemalol ko'tarib, aqabaqa sizishlar mumkin. 190 motorli salarkali nasozimiz. Mana firmalarigacha ko'rishlar mumkin. Klassik firmaga tegishli Xitoyda eng original nasozlardan biri. Bizda bulardan 150 taligi bor, 100 taligi bor. 100 taligini oldingi videoda aytib ko'rsatib o'tdim. Bunimiz 150 talik. Remellidan farqini tushuntirib beraman. Remellidan farqi, Remellini, ya'ni 200 taligini, 150 taligini teng yarmini tashlaydi suvini. Ya'ni 200 kuba suv tashlaydi akalar. Ko'rishlar mumkin zavodskiy pasportdan. 15 metrdan 6 metrdan 8 metrgacha tortadi. 15 metr podyom ag'i ketaveradi, surib beraveradi. Ya'ni bo'lsa 300 metr, 400 metr bo'ladi-da bog'laringni boshi. Yerlaringni bu boshidan bu boshigacha 300-400 metr bo'lgan holatda maksimal 15 metr podyomgacha chiqarib beraveradi. Hech vaqt 15 metr bo'lmaydi, ya'ni 10 metr, 12 metr bo'lishi mumkin. Bu itarib berishga oson, ya'ni 150 turbada to'la suvni itarib beraveradi bemalol. Mana bu remelligimizchi, remelligimiz akalar 400 tonnaga 300 tonna suv tashlaydi. Bitta drenajli suvni tashlaydi. Lekin bu tashlashga yaxshi-da, u itarib berolmaydi bu narsa. Bu ham yaxshi, yomon narsa emas, bu ham zo'r motor. Bunga ham shu suv tashlashiga 1 yil kerak bo'lsa 6 oy garantiya beraveraman. Bu 400 tonna suv tashlaydi, bir drenajli suvni tashlab beradi, xolos shunday. Bu itarib berolmaydi. Ya'ni itarib bergan holatda ham 1 metr, 2 metr podyom bo'ladigan holatda itarib berishi mumkin, lekin bunga o'xshab 15 metrgacha suv vaqti yozib qo'ymaydi. 12 metr, 10 metrga podyomga itarib bersa, buni vazifasini bajarib berolmaydi. Hammasini o'ziga yarasha vazifasi bor, hammasi ham zo'r nasozlar. Bularımızda akkumulyatori bor. Akkumulyatori bor, kirchatkalari hamma yo'g'i tirsaklarigacha o'rnatib qo'yganmiz. Salarkali dizmaslidan motorga quyasizlar, dizmaslidan motorga bitta quyasizlar, kalitga zavod bo'ladi. Kalitga zavod bo'ladi, dekompressorni bosasizlar, bitta zavod qilasizlar, o'taydi. Akkumulyatorlarni o'sha kelgan holatda ochganimiz ham yo'q, shundaycha turibdi. Bu 150 taligimiz, narxi 820 dollar. Kamini qilib beraman, narxlarni aytib o'tiramiz. Qomatlarigacha ko'rishlar mumkin. 3 talik qomati bor, ikkita bunga tushadi va so'rovchini, chiqaruvchining boshiga ham tushishi mumkin. Bitta qomat oshiqcha zapasidagi bor. Xo'p, endi bunimiz eng zo'ri. So'raganlarga bitta kelgan qilib beraveramiz va 150 talik remellilardan boshlaymiz. Soatiga 300 tonna suv tashlaydi. Soatiga 300 tonna suv tashlaydi. 580 dollar pompasi bilan qilib beryapman. Motor pompa, ramasi yo'q lekin akalar. Ya'ni ramasini yasatish kerak. Yasatgan holatimizda ham 130 dollar, 150 dollargacha borib qolyapti. Yasatganimiz yo'q. Yasatib beraveramiz ham, xohlasalaring o'zlaring yasab olsalaring ham zo'r bo'ladi. Bizda motor bilan pompa 580 dollar akalar. Garantiyasi 1 yil 6 oy zavodskiy defektiga suv tashlashiga garantiya beramiz. Bular 150 talik kardanliga o'xshab uzoq masofaga itarib berolmaydi suvni. Bular tashlab beraveradi. 300 tonna katta suv tashlaydi lekin. Motor pompasini aytib o'tdim. Motor 11-10 motordan qo'yilgan bo'ladi. 11-10 motorli remelli shkifi bor. Bunikini qo'ymaganmiz, bunikini qo'yib qo'yganmiz mana. Bitta, ikkita, uchta, 4 talik shkifi bo'ladi. Remellari 3 talik remel tushadi. Bitta oshiqcha abillarini joyi bo'ladi bu narsani. Endi bundan keyingi motorimiz 11-15 motorimiz. 11-15 motorimiz 400 tonna suv tashlaydi soatiga. 20 ot kuchli. 11-15. O'sha katta motorimizlar. Rasxodlari, bularning rasxodi. Mana ularki 800 gram, ularniki 1 litrgacha rasxod qiladi, mana ko'rishlar mumkin. 1 litrgacha salarga rasxod qiladi. Benzinliga nisbatan teng baravar yarmini rasxod qilaveradi. Rasxod kam bo'ladi ularni va qizishi kam bo'ladi.
Buni ramasini o'rnatasizlar va bitta joyga mahkamlab qo'ysalaring ham yaxshi bo'ladi va aqa-baqa siljitkani balon qo'yib, perdelka bemalol qo'yaverasizlar. 2,5 litr motoriga yog' ketadi. Yog'ni quyib, pompaga remenni o'rnatib, bemalol suv tashlasalaring bo'laveradi. Bularimizni narxini xo'p, $680 beramiz, kami bor. $680 kami ketgani uchun o'tib beraman. Dastavka xizmati bor. Faqat dastavka xizmati ichida emas. Ichida bo'lgan taqdir qanday bo'ladi? 10 metr, 10 kilometr, 15 kilometr, ana borsin 20 kilometrgacha dastavka qilib berishi mumkin. Lekin uzoqroq joylarga dastavkasi ichida to'g'ri kelmay qoladi. Aytadigan narxlarimiz bor. Zavodnoylari bor, garantiyasi bor buni ham. Hammasini o'tatib, yurg'izib berilaveradi. Yangi salarkasi ham yo'q. Radiatorsiz varianti, mana ko'rishingiz mumkin. Radiatorlar bo'lmaydi buni. Suv orqali soviydi, mana suv quyib bemalol ishlataverasizlar. Tizimida yaxshi salarkali nasoslarimiz garantiyasi o'sha 6 oy 1 yil. Manzilimiz Qo'qonda Saxina gazni aytib o'tib. Xo'p, endi elektrli nasoslarimizga o'tadigan bo'lsak, elektr sistem nasoslarimiz 750 ming so'mdan $3000 gacha bor. $3000, 3200 ashna atrofida beramiz. Bularimizni qanaqangi holatda faqat suvga tashlanadi. Suvga tashlanadigan 220 lik va 380 lik nasoslarimiz bor. Hammasidan 25 mingdan boshlanadi, 350 gacha bor. 350 ko'rishingiz mumkin. Katta fermer akalarimizga ish beradigan nasoslarimiz ham bor. Kabellargacha bo'lib tursalar 3 faza bo'ladi. Va o'zimizning xo'jaliklarga ishlatiladigan nasoslarimizni ham 150 talik, 200 taliklarni ham bor, mana 220. 2700 ming, 2800 ming ashna qatnovda sotyapmiz. Va mana bunaqangi kachatkali nasoslarimiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Arion Rubin firmali original motorlarimizdan kelgan. Original motorli, ana suv nasoslar. Advotkasi mis bo'ladi hammasini. Misi bor, alyuminiy bor. Shunga qarab bemalol qilib berilaveradi. 50 lik, 100 lik ketaveradi hammasi. Qovun nasoslar, avtomat nasoslar hammasidan bor. Bizda hozircha shular. Videolarimizni kuzatib olsalaring, yangiliklarimiz bo'lsa, video obzor chiqaramiz. E'tiborlar uchun